Assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, yaxshi mislar, hammalarga xayrli tong. Erta tongda Tashlaqa to'yga borib keldik. Shu sizlarga bizning kanalni qoldirmasdan kuzatib boradigan ashaddiy obunachi Ruxor akamiz bugun qizlarni chiqaryapti. Baxtli bo'lsin, baxt tilaymiz. Hammaning to'ylar bo'lsin. Mana kecha videoni ko'rgan bo'lsalar, Buxoroga katta qo'rg'onga cho'ja chiqarib bordik. Buxoroga 2 partiya chiqarishim kerak edi. Bir akamiz olganda 16 tani termani. Mana o'sha termalar. Ozgina tetik bo'lsin. Uyda bir ikkita cho'jalarni shamollab qoldi, bo'ldi gap yo'q dedim. Hozir mana bugun birinchi kuni xudo xolasa turpoq olib chiqdik. Onalarni bir tozalatib olmasak, cho'milib olmasa onasi ko'ngli joyiga tushmaydi. Chunki onani tagida bola yotadi-ku, ona qancha toza bo'lsa, bolalar ham shunday chiroyli katta bo'ladi-da. O'shuning uchun turpoq olib chiqdik. Xudo xolasa cho'milib bo'lgandan keyin, ozgina quyosh yegandan keyin mana quyoshlar chaqilib chiqyapti mana. To'yga bordik, sho'rani ichdik, osh yedik. Chiroyli duolar qilib keldik. Endi xudo xolasa bu ham tez kunlarda, bu yerda 16 ta. Tez kunlarda Buxoroga chiqarib yuboramiz, o'sha taksi akamiz. Taksi akamiz o'sha yetkazib olib boribdi, sog'-salomat hammasini. Mana kecha soat 6larda chiqib ketgan bo'lsa, soat 3:30larda katta qo'rg'onni bergan bo'lsa, ertaman soat 5-6larda Buxoroni beribdi. Xolasa bu ham tez kunlarda Buxoroga ketadi. Yana yangilik bor, videoni oxirigacha ko'rsating bugun. Sizlarga ko'rsatib o'taman yangilikni. Raddomda yangiliklar bor, xudo xolasa. Ko'pchilik men ololmadim deb xafa bo'lyapti. Keyin menga aytgan narsangizni birovga berib yuborsiz deb. Endi so'raydigan odam ko'p. Endi to'g'ri tushuninglar-da, so'rab qolaveradi. Bitta odam aka iltimos, tuxum kerak edi. Bo'pti, mayli qilib beraman dedim. Ikkita odamdan keyin sizga qilib beraman dedim. Ikkita odamdan keyin yig'dim, telefon qilsam, bo'ldi, pitaka bor, o'yin pul tashlayman dedim. Pitaka bor, telefon qilsam, bo'ldi, jo'natib yuboring, hozir jo'natib qo'yaman dedim. Mayli, bunaqasi bo'lmaydi dedim. Qayta telefon qilmadi, pitaka prosta meni ovora qildi. Shuning uchun oldin sochi o'sha oladigan odamlar bo'lsa, oldin sochi o'sha mash cho'jam sochi olayotgan bo'lsangiz, oddiy misol. Oldindan o'sha ma'na kelib turib, zakala tashlab qo'ysangiz, berishi mumkin. Mana shunaqa ekan. Oddiy misol, naryoqda ham hozir mana kelayotgan ham cho'jatib, Andijonga ketadi. U ham xudo xolasa, mana shu 17-kuni oylaylar ekan. O'ylasam akada tashlayman. U ham zakala tashlab qo'ygan. Mana omonatni voqeani egasiga topshiraman xudo xolasa. Mana o kuni gapim ham chala qoldi bundan oldingi videoda. Baliqchilik bir ashaddiy shu obunachimiz, Alloh rozi bo'lsin, birlarga min bersin. 5 marta, 6 marta telefon qildi, yolg'on bo'lmasa. 5 marta, 6 marta telefon qildi. Kurki bor, foydalaning, menga ishonsa kerak va yo'q. Bostirmayman, hozir tuxumligi bo'lmayapti o'zimga ham. Yo'q, tuxum desam, olib boring, bir kun, 2 kun naqsiz bostirib olasiz, bir haftadan beri yotdi dedi. Bo'pti, mayli dedim. Yana telefon qildi. Bo'ldi, bugun boraman dedim. O'sha kuni yolg'onchi ham bo'lib qoldim. Borolmadim. Ertasi keyin borib, kech bo'lsa-da olib kelib, o'sha bostirib qo'ydik. Bir ham 16 17 ta bosaveradi dedi. Biz endi 15 ta bostirib qo'ydik. Choyatga qilib terma, o'sha maqtan, malladan, shamodan, mambodan, Vyetnamdan qilib aralashtirib, Yapondan ham qilib bostirib qo'ydik. Endi xudo xolasa och tushsa ko'ramiz endi. Nasib qilsa. Mana shunaqa gap. Cho'jalarni maza qiladi. Endi oldi turib bo'lmaydi obunachilar. Chunki aqa ishni ketdimmi, bir narsa kelib uyga ketib qoladi. Shuning uchun mana shu yerda onasi turpoqqa cho'milib olguncha mana shu yerda turaman endi. Tomosha qilib bolalarni, onasini tomosha qilib o'tiraman qaranglar. Onasi maza qilyapti. Bolalar atrofda bu cho'milishni ma'lum bilmaydi bolalari. Lekin u bittasi yotdi sekin. Ayağın sasa qimillayapti. Onasini ko'rib, bolalar ham sekin boshlaydi. Endi quyoshga olib chiqib turish kerak. O'shuncha o'rni quyoshga olib chiqib qo'yganman. Quyoshda maza qilib yuribdi. Ana shunaqa gap. Hozir buni cho'miltirib bo'lamiz, joyiga qamaymizda. Madagaskar janoblar ham yuribdi. Mana. Bu ham o'sha bittasi bostirishni boshladi. Hozir tuxum kirib qoladi bu ham. Madagaskar dedi.
Mana shunaqa gap. O'zi yaxshimisizlar, tandirlaringiz sog'mi? Videolarni ko'rib zerikmaysizlarmi? Hozirgi kunda ko'p makon xo'rozlar tuluvga kirib ketdi. Bitta manda emas, hammada ham shunday bo'lyapti. O'shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, ko'pchilik tuxum so'rayapti. O'zim endi bu yog'iga endi tuqqanni sekin-sekin bostirib o'zim uchun ochtirib olaman. Chunki o'zimga deb bostirganim ham, masalan, aka o'shani bering deb ko'pchilik so'rayapti. Endi yo'q deyolmaysiz, bittasi qosh, bittasi ko'z. O'shuning uchun berdi endi xudo xolasa o'zimizga chiroyli qilib xudo xolasa bostiramiz endi noyabrskiy qilib. Men nima aytdim, sal ertaroq ochirganlarim bor. Mana. Bitta yapon zotdan bor, Madagaskardan bor. Ikkita Madagaskardan bor, Madagaskar bittasi kichkina bo'lib qolgan. Bitta ko'p makion, zotga. Yapon bilan karish qilib chiqarganman makionlarni. Mana hozir malla xo'rozimni hamtanasi ham shu tuluvga kirib ketdi, shu tuluvni boshladi o'sha mana. Bunga narada shamoni qo'shib qo'yganman, turpoqqa bulanyapti mana. Yaqinroqni ko'rsatay. Mana. Shamoni qo'shib qo'yganman. Ikkita karasga Hasan shamoni qo'shib qo'yganman. Turpoqqa bulanyapti mana. Mana cho'jalarim. Yapon bilan karish qilib bostirganman. Ikkita Madagaskar. Bular o'zimga ko'p makion. Bittami xo'rozi bor, qolgan makion. Madagaskardan ham bitta xo'roz, bitta makion o'ylayapman. Mana ular ham makion mana. Sizga kelishdi. Makion. Yapon zotdan ham bir chiqaraylik deb Yaponga shamol qilib qo'shganman. O'zimizga bu bo'ladi. Madagaskarcha bu yoshligida qonni olib qo'ygan, shundan keyin hayotdan orqada qolib ketgan. Ana shunaqa. Har bir gapga odam gap topadi. Sheriklardan orqada qolib ketgan xullas. Ana shunaqa. Endi biz gapimiz qiziq-ku, bilasizlar. Endi sekin